Xayrli kun. Hop, bugun 2026-yil 8-fevral. Kuninglar xayrli bo'lsin. Biz ham ishlarimizdan boshlaymiz. Soat 2 bo'ldi. Toshkent vaqti bilan kecha 7-fevral kuni Jasur akani Mangu ligasini hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Kimni bo'yi ko'proq yoqdi, kimni bo'yi kimga qanaqa ta'sirot bo'ldi, yoqdi yoki qanaqadir fikrlar bo'lsa yozib qoldiringlar, xursand bo'lamiz. Birinchi liga bilan Jasur akani ham tabriklaymiz. Hop, biz ishimizni boshlaymiz, xudo xolisa. Har doimgidek Toshkent vokzalida boshlaymiz ishimizni. Toshkent metrosi, Toshkent vokzali. Uzun tezkor, legendarniy tank. Hop, uzunga zakaz berib turinglar. O'zingiz zakaz berishinglar bizga ish bo'ladi har doim. Bizga ishlar tushib tursin. Uzun men reklama qilganim uchun pul to'lamaydi, lekin baribir eslatuvchi uchun to'g'ri deb o'ylayman. Hop, bugun o'ndiq sal mashinalar kamroq ko'chada ishlasa bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, kuzatishda davom etinglar. Yangi videolar joylashtirishni ham to'xtatmayman. Podpiska bo'lmaganlar podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.